Hayvon, yana tishingni yuvmasang, mashinani oqartirib qo'yaman yana. Bunday-chi? Ana krasavchik bo'lding. Akin qaytada haydab yuribdi. Haydarlarga beraman-da. Sarrepdan ketasan-da. Ey, kamina g'alaba qozonadi. Tomosha qil derazadan. Quyosh qilar jiz-jiz. Dadang keldi, qis-qis. Ha, o'g'iltoy yarim kechasi qo'y yog'i yeb yuribsizmi? Otaxon chumidga nasizga aralashmang, bu yerda rep battle bo'tdi. Repmi? Qahmanda o'qilaman, qarab tur. Rep aytaman, eshit hayotda dog'i, eshitganlarni gullaydi bog'i. Sen yurgan yoshlik chog'i, Eminemni men ko'targanman qo'y yog'i. Ko'z tegmasin o'zimga. Round hida. Yomon qildi otaxon. Papa to'yordingiz lekin sizni buyuk kelajak kutyapti. Uyga borgan seni katta narsa kutyapti, hayvon, balki plus. Cheriyni mashinalari zo'rda o'g'lim, yig'ib qo'ygan pulim bor. Bitta mashina olib chiqay, sen mashina o'tirib tur. Davay pap. Mashinani qara, asalligini. Assalomu alaykum, nima xizmat? Qizim jichi yig'ib qo'ygan pulim bor, tashinga mashinani mo'shnilardan ko'rsatib yuboring. Xo'p bo'ladi. Bu avtomobilimiz Tiggo 2 Pro avtomobili. Qichiq ekan, singlim. Bo'ldi, rasmiylashtiramizmi unda? Bo'ldi qizim, mana yig'ib qo'ygan pullarim bor. Cherry lady. Dada mashinangizni pulini prodyuserimga tikib yubordim, uzr. Qizim, ambulatoriyaga admin bo'ladigan odam bor ekanda, ertaga kelaman mana. Xolmat, mashina olaman o'yni, qanaqa mashina olding? Gibrid. Gaz bersang ham yuraveradi, ovqat bersang ham yuraveradi. Stressga chiqma. Gay, sekin chetga ol. Mashina olib minib yuraman deyodim-a. Pap, yangi stilimga nima deysiz? Irayli hammasi deyman, ko'tarishtonda, hayvon. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Wow, qanaqa atir sepasiz? Rosa shirin ekan. Qanaqa atir? Shunaqa tellayman. Kattalar yoshlar ko'rishsin, bir-birini bilishsin deyishuvdi. Shunga dadam ham keluvdilar ko'rishgan. Yaxshimisiz? Oshlaringiz bilan kelmas, narda o'ynab o'tirardik. Nimani hidi kelyapti? Qo'lingizni ko'taring-chi. Qo'ltiq ham qo'ltiq sho'ri bo'lib qopti, kolonka bas beryapti. U bu narsa sepib chiqatdi uchrashuvga. Yuringlar endi kelishga kelibsizlar. Sen bezbezroq ekan, qizim. Shunga dadam ham biz bilan uchrashuvga chiquvdilar. Xijolat bo'lmayapsizmi? Ketdik unda aylanamiz. Jichi uyalcha ekan-a, dada? Jichi emas, ancha. Dadam bekor chiqdimmi deyman-da. Tayyormisiz, qaynota? Namgarchilik bo'lmadimi, dada? Selab pastda bo'lib ketdi. Hey. Bo'ldi, jannim jon ekan sizda o'zi ham. Bo'lmasa ditskiga chiqdik. Hozir qo'limni tiqaman. Ha, yesanglarchi, endan qaytiravermasdan. Sizni bir restoranga olib kirasiz deb o'ylovdik-da. Qanaqa restoran? Qizingiz bilan uchrashuvga o'zingiz mochilab chiqib oldingiz. Bo'pti, menga qarang, mashinangiz bormi o'zi? Mono bor. Bu quyoshda saqlaydigan bor. Olaman mashina. Nima mashinam bo'lsa nima bo'pti? Siz shopringiz bo'lamanmi? Siz olib yuramanmi? Baxtimizga nima aloqasi bor mashinani? Bezbetli ham evi bilan-da. Bo'ldi, senga beradigan qizim yo'q. Tur ketdik. Mashinani ham dami qo'yib yuboribdi qizim. Endi nima qilamiz, dada? Hey, mashinalardan o'rnating. O'zimizniki bo'lsa ham jahon standartlariga javob bera oladi. Yamalarda ko'rmaganda o'tib ketadi. Sizning mashinangizda dami chiqdimi? Menga qizingizni bermasangiz, hayotingizni ham dami chiqib ketadi.